Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 12 oyning 13-kuni dushanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının arzi bilan 2020 yılı Londonda qurilgan Uyghur Sud kollegiyasining 9 dekabr kuni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotidi deb hukm chiqarishi xalqaroda intayin zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsa ijtimoiy taratqularda Uyg'ur Sud kollegiyasining mazkur tarixiy hukmini qayg'uli xush xabar deb ifodalashdi. Bu xalqaroda tunji qitim hukumatlardan betaraf va butunlay mustaqil bir sud kollegiyasining qaror chiqarishi bo'g'ashqa xalqaroning zo'r diqqatiga erishdi. Hozirgacha bu vaqtda sukut qilayotgan hukumatlar, xalqarалық organlar ustidagi besim yanama oshdi. Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi tarafidan o'qib o'tilgan va shu kuni Uyg'ur sud kollegiyasining tor betida e'lon qilingan 63 betlik hukmnomada yana Xitoy hukumati tarafidan Uyg'urlarga qarata o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping, atalmış Uyg'ur Abdunum Rayliq partikumining sekretari Chun Chongu qatorliqlarning bevosita javobgar ekanligi bildirildi. Sotning hukmnomasi e'lon qilingan Hamalli sud zalidan stansimizning bevosita ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim Uyg'ur sud kollegiyasining hukmini qizg'in qarshi oladiganligini ifoda qilish bilan birga Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi e'lon qilingan 9 dekabr kunini Dunyo Uyg'ur qurultayining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi xotira kuni deb bekitganligini jakarladi. Xalqimizning taqozolig'i bilan kutgan minutlarga shohid bo'ldik. Qaror Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib borayotgani irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Demak, bu butun dunyoga hammamiz shohid bo'lgandek, dunyo matbuotlarida tarafsiz bir sud tarafidan bu qaror chiqarildi. 1 yildan ortiq, hatto 1,5 yildan ortiq vaqtdan buyon sudning necha 10 ming bo'yicha materiallarni 500 dan ortiq guvohchilarning guvohligini astoydil tadqiq qilish orqali mutaxassislarning bağlarını astoydil tadqiq qilish orqali jafoliq bir xizmatdan keyin bir sud mahkamasi bugun 300 betlik hukmini qisqartirilgan nusxasini bugun e'lon qildi. Bu tarixiy bir hodisa. Bu faqat Sharq Turkiston xalqi uchun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir hodisa bo'lib qolmay, 21-asrdagi insoniyat uchun bir tarix hodisa. Chunki 21-asrda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur bu o'xshash faqat bir qancha xalqlar buningga uchrayotdi. Shuningga bu 21-asrdagi bu yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun xalqaro tarafsiz bir sud mahkamasining qonuniy xalqaro qonunlarga tayangan asoslangan bir hukmi kerak edi. Bu qaror chiqdi. Endi 1948-yili qabul qilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy ayrımcılık ahdnomasini ijro qilish majburiyatlari Birleşken Devletler Teşkilatı a'zo bo'lgan va mushu ahdnoma qo'l qo'ygan davlatlarning ustiga yuklangan bir vazifa bo'ldi. Demek, hozirgacha ba'zi davlatlar bir tarafsiz sudning qarori bo'lmay turib, bu irqiy qirg'inchilik masalasida amaliy harakat qo'llanolmayganligidan iborat bu faktlarda bu sabablar bilan jim turgan bo'lsa, endi bu davlatlarning bu xil jim turishiga sabab qolmadi. Demak, artıq dunyoning Sharq Turkistonda bo'layotgan Uyg'urlarga, qozoqlarga bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, jiddiy harakat qilinish butun insoniyatning bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı'na bu to'xtamnoma qo'ygan davlatlarning bir majburiyati, qonuniy majburiyati bo'lib o'tirib chiqdi. Biz oldimizgi kunlarda ishimiz tugamadi. Endi shu davlatlarni shuni qistash, Birleşken Devletler Teşkilatı'ni bu xalqaro qonun ijro qistash bizning ustimizdagi bir majburiyat. Men oxirida bu sudga 1,5 yildan buyon jafoli xizmat qilgan butun kamp shohidlarimizga guvohlik bergan, chet ellik mutaxassislarga, bizga iqtisodiy yordam qilgan vatandaşlarımızga, tashkilotlarimizga, shundaqli bütün tercüme işlerine yordam qilgan, xolisona xizmat qilgan bütün ziyolilarimizga va shundaqla mushu sudni amalga oshirish uchun kech kunduz bir sabta bir maqsadda har xil bo'rinchaplarga, har xil shikoyatlarga, har xil tuhmatlarga qarshi ko'krak kirib kelgan Dunyo qurultayining bütün rahbarlariga, sabdoshlarga va bu sudni qo'llab ekran oldida taqozo bo'lib turgan dunyoning hamma joylaridagi bütün Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarımga shukronlarimni, rahmatlarimni bildiraman. Ammo vazifamiz tugamadi, vazifamiz oldimizda. Qo'limizda po'latdek bir paket bor. Endi davlatlarni, insoniyatni bu qirg'inchilikni, bu insoniyatga qarshi jinoyatni
to'xtatish uchun amaliy o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Bu bizning oldimizdagi mushaqqatli va qiyin bir bosqichimiz. Shuningga butun vatandoshlarimizni buningga, chunki bir qarorning chiqishi ayrı masala, u qarorga tayinib turib dunyoni harakatga keltirish bizning ustimizga bir masala. Men eng oxirida bu yerda demak 2021-yili 12 ayning 9-kunisi butun dunyo bu qarorga shohid bo'ldi. Men bu yerda dunyo politik vakolatan her yili 12 ayning 9-kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotira kuni deb e'lon qilaman va butun her yili 12 ayning 9-kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotira kuni deb mushu jazo lagerlarida azob chekayotgan, qirg'inchilik uchrayotgan, irqiy qirg'inchilikning zulmiga uchrayotgan Uyg'ur xalqini xotirlash kuni qilib bekitishga chaqiriq qilaman. Her yıl bütün vatandaşlarımızı dünyanın hem yeriki Şarkı Türkistanlıqni bu Uyghur irqiy qirg'inchilikni xotirlashga bir milliy majburiyat, vataniy bir majburiyat deb qarashga chaqiraman.